Hammaga assalomu alaykum. YouTube'dagi Xon Plus guruh korxonasining qadrli kuzatuvchilari, mana bugun biz xaladenliklarda eng arzon joylariga keldik. Mana shu magazinlarga, qanaqadir ishlab chiqarish supermarket deysizmi, market qilasizmi, bemalol mana shirinliklar joylarini aloqaga chiqarishlar qanday sifatli mana xaladenliklarda tepasi morozinnik, pasti mana hamma o'lchamlari bor. Agar qanaqadir qiziqish bo'lsa, sizlarga rasmini tashlasalar, narxini chiqazib beraveramiz, screenshot qilib. Eng birinchi qo'l joyidan bo'lyapti, garantiyalari bor. Mana shirinliklarga mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana go'sht islarni, mana bunaqa shirinliklar terib tashlasa bo'ladi. Mana bunga vitrinalar har xil o'lchamligi bor. Agar mana shunaqa o'lchamlarga har xil qiziq bo'lsa, albatta like bosinglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, biz yana ham bir ko'proq sizlarga foydali videolarni olishda harakat qilamiz. Mana vitrinalarda sifatini ko'ringlar. Garantiyali, bemalol eng ishonarli joyi mana shu bo'ladi. Agar mana shunaqa qiziq bo'lsa vitrinalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Albatta like bosinglar. Mana pasti morozinnik, tepasi vitrina xaladenlik. Qaranglar. Anaqa moshni ishlangan. Deyarli hali Xitoyda ham uncha-munchasi, O'zbekistonda juda ko'p joyda bundaqa hali variantlar kirib kelgan yo'q, lekin bu birinchi qo'l O'zbekiston deb aytayapman-ku. Mana mayda terasiz, bu tomonga terib qo'yasiz. Mana. Juda ko'p hali O'zbekistonda deyarli magazinlarda ham ko'rmagansizlar. Agar mana shunaqalar qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dostavkasini kelishilgan holda jo'natib berilaveradi. Jo'natib berishdan masala yo'q. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana vitrinalar. Optim diller akalarimiz ham chiqarilaveradi, katta ob'yomga kelishiladi. Xudo xohlasa chiroyli qilib beraveramiz. Dillerlarimiz bo'lsa agar mana shu kelishilaveradi. Mana 4 eshikliklari, xaladenlik, morozinnik, 4 eshiklilarga mana sifatini, eshikni bekilishini ko'ringlar. Mana 4 eshikli bu. Bittada 4 eshikli izlab yurganlarga, kichkinani ham qo'yib qo'yib yurishlar, brend mana haqiqiy sifatliligi shu o'zi, asli. Ha.